Assalomu alaykum Beshariq Chorvoz kanalining obunachilari hamda bo'lajak obunachilari. Sizlarga boqilayotgan novvoslarimda qancha miqdorda yem yetganini ko'rsatmoqchi edim. Mana bu to'g'rida sal ozroq, bunisida ko'proq. Bunisi kichikroq novvosimizga, bunisi katta qoraga. Tak, mana bu qozonda har kuni atal ham qilinadi. Hozir soat 12:45 bo'ldi. Bu payti har kuni bir mal kunjara beramiz. Mana bu qozonda mana atalarimiz bor. Mana akalar ko'rishlaring mumkin. Ichiga qovun sop qaynatiladi. Seravunga qovun tashlab qaynatib atalarga beramiz. Hozir yaqinroq ko'rsataman tarkibini. Ko'rishlaring mumkin. Xohlasa novvoslarimiz buni ichib yaxshi o'zgaryapti. Bu kechga beriladi, kechki yemaga. Obedga kunjara beramiz bir mahaldan. Mana akalar qoraga kunjarani berdim. Ko'rishlaring mumkin. Muqamizda o'zgarishlar juda yaxshi. Kunjarani paqqos tushiryapti mana. Ishtahasi juda zo'r. Xudo xolasa o'zgarishlar ham yaxshi. Hozir ikkinchi novvosimga kunjarani beraman. Akalar mana bu ikkinchi novvosim. Kunjarasini berib qo'ydim. Ishtahasi o'ta ham zo'r. Juda yaxshi. O'zgarishlari ham ko'rishlaring mumkin, yaxshi. Ko'rishlaring mumkin. 3 mahal silos berilyapti. Bir mahal somon, bir mahal kunjara, bir mahal atala berilyapti novvoslarimga. Xudo xolasa o'zgarishlar haqida video qilib boramiz akalar. Hammalarga rahmat e'tiborlaring uchun.